Voy. Keling, Salim. Yuzingizga nima qildi voy? Oling qo'lingizni. Insofingiz bormi? Nega meni aldasiz chet elga malaka oshirib kelganman deb? Nima qildingiz yuzimni? Hatto litsenziyangiz ham yo'q ekan-ku. Instagramingizga ishonib, qanchadan qancha ayollar aldanib qolgandir-a? Voy. Voy, nimalar deyapsan? Men hech qachon mijozlarimni aldamaganman. Balki bironta tushunmovchilik bo'lgandir, xolos. Bu ertaklaringizni borib, boshqa mijozlaringizga aytasiz. Menga emas. Yuzimni ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi yuzimni? Sizni qanaqadir befoyda muolajalaringizni deb bo'ldi. Yuzimga infeksiya tushirib qo'yibsiz, tushunyapsizmi? Qani, isboting bormi? Men qilganimga isboting bormi? Sendaqalarni juda ko'pini ko'rdim. Yuzini parvarish qildirib oladi-yu, shu yo'l bilan pulini qaytarib olmoqchi bo'ladi. Kechirib qo'yibsiz, adashdingiz. Qani, tezroq chiq, yo'qol. Agar chiqmasang, shantaj qilib, o'zingni sharmandangni chiqaraman. Qani bo'l. Sen firibgarga bergan pulimga rozi emasman, tushundingmi? Voy. Tavba. Tavba, odamlarga hayronsan. O'zi biror nima qilgandirki, shu ahvolga tushgan. Tavba.